Navbatdagi savol. Bir ayol eri bilan ko'p janjallashar edi. Eri javobing o'zing bilan erga tegib ketsang ham roziman deb ko'p aytgan. Keyin ayol boshqa yurtga ketib, o'sha yerda bir erkakka turmushga chiqqan. Ayolning uydagilar bilib qolishib, militsiyaga shikoyat qilib, bolalari bilan qo'rqitib, u diyordan qaytarib olib kelishdi. Ayolning birinchi eri sening javobingni bermaganman, sen hanuz mening nikohimdasan degan. Keyin o'zga yurtdagi eriga ayolning nomidan javobini so'ragan. Ayol buni bilmagan. Keyin ayolga aloqaga chiqqanda, men sizni qaytarib oldim, menga fitna qilishgandi, bilmay aytuvdim, sizni qaytarib oldim degan. Birinchi eri agar ketsang bolalarni bermayman deb majburan ushlab o'tiribdi. Ayol nima qilishni bilmayapti. Shariat bo'yicha nima qilsa to'g'ri bo'ladi? İşkal mesele bu. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulullah ve ba'd. Yani ayollar birinci erida hali uzul kesil bir mesele hal bo'lmay turib, yoqqa borib boshqa erga tegib olib, bu masala go'sala bo'lib yotibdi, hali bu yog'i endi bu meni xotinimda o'tiribdi. Eriga aytsa, sen javobing qo'lingda, doding, o'zing bilasan doding. O'sha e'tibor bilan u borib erga teggan. Degan agar uni ayolning holatida agar javobing o'zing bilan borsang erga tegsang tegaver degan bo'lsa, bo'ldi, ayol shuni ixtiyor qilgan bo'lsa, bu taloq tushgan bo'ladi. Bu erda bunaqa gapirgan gap noto'g'ri bo'ladi. Agar bu holat bilan ayol iddasi o'tib bo'lib turib, ana ikkinchi erga tekkan bo'lsa, ikkinchi er bilan nikoh sahih bo'ladi. U bilan nikoh sahih bo'lgandan keyin birinchi eri sen meni xotinimsan deyishga haqqi bo'lmaydi. Chunki o'zimda degan joyi bor. Endi nima qiladi endi oraga aralashib? Bu ikkinchi erning xotini bo'lib turgan bo'ladi agar holat mana shunday bo'layotgan bo'lsa. O'sha e'tibor bilan buyog'ini o'shanga qarab ishni yuritsin. Endi bola bilan qo'rqitishi boshqasi, u keyin sulh qilish yoki bir qanday o'rtalama bir narsa qilishga bilan tugaydi, kelishadi bu ishlarda, lekin nikoh masalasida hozir ayni menga ko'rinishi bu holatda bu ayol ikkinchi erini xotini bo'lib turibdi hozir kunda. Bu va o'shani nomidan agar undan talog'ini olgan bo'lsa yozib, qanday bo'lgan unga, masalan ayoli nomidan uni telefondan yozganmi, yozib men talog'imni bering degan bo'lsa, berdim degan bo'lsa u odam, bunday holatda buni talog'i tushmaydi, chunki u odam xotinimga taloq beryapman degan e'tibor bilan bergan. Holbuki bular bunaqangi hiyla ishlatgan. Bu bilan taloq bo'lmaydi. Birov telefonni olib yozib yuborsa taloq bo'lsa taloq ketavermaydi. U taloq bergan odam o'sha xotinim so'rayapti degan e'tibor bilan beryapti. Holanki xotin so'ragan yo'q ekan. Bunday holatda taloq tushmaydi. Agar shunday bo'layotgan bo'lsa, bu ayol ana ikkinchi erini xotini bo'lib turibdi. Bolalar masalasini boshqacha hal qilinadi. Uni erini bo'lishi nikohda aloqasi yo'q unga. Endi unchalik bo'layotgan bo'lsa, eri bilan kurashsin, birinchi eri bilan. Kuchi yetmasa bolalarni bersin, bu eri bilan yashamoqchi bo'lsa. Modomiki erga tekkandan keyin bolalarni berish kerak ayol kishi o'zi. Ya'ni bu tomoniga ham ko'nsin, u ayol kishi unga ham ko'nmasa, bunga ham ko'nmasa, u erda ham qo'yib yormasa, bu yerda ham qo'rib yormasa, o'rtada turib olib turib, hammani boshini og'ritib bir yoqlik qilish kerak-da masalani. Bo'ldi, bundan chiqdi, ana erga tegdi bu, bo'ldi, o'shani xotini bo'lib turibdi endi bu ayol. Endi undan qaytib kelgan paytda bu yerda yana masala go'sala bolalar bermayapti deb bunga xotin bo'lsa yoki bunga xotiniday muomala qilaversa, bu ishkal keltiryapti. Bu ayol o'sha mana shu jamiyatda fasod bo'lishiga sababchi bo'lib qolyapti. Shuning uchun bir yoqlama bo'lish kerak. O'sha erni tanladimi, ikkinchi erni bo'ldi. Bolalarni eriga bersin. Mayli yashaversin, o'sha eri bilan borib yashasin, bola qilsin, o'shada turmush qilsin, hayotini ko'p yashasin. Lekin bu narsada hozir aynan nikoh masalasida bu ayol ikkinchi erni nikohida turgan hisoblanadi. Ana yolg'on xat bilan olgan talog'i taloqqa o'tmaydi uni. Allohu a'lam. Navbatdagi